Keling, bugun siz bilan ro'parasi 700 yil ortga, 14-asr g'arbiy Yevropaning qo'rqinchli va sovuq qish kunlaridan biriga sayohat qilamiz. Ko'zingizni yuming, tasavvur qiling. Siz ulkan, mahobatli tosh qarshisidasiz. Adabiyot va kino tasmalarida biz ko'rgan o'rta asr qasrlari doim bayramona yorug', ritsarlar mardlik ko'rsatadigan, go'zal xonimlar ipak liboslarda yuradigan dabdabali saroy sifatida tasvirlanadi. Ammo bugun biz siz bilan bu afsonalarni tamoman parchalaymiz. Biz qasrga yozda emas, ayni qahraton qishda, noyabrdan martgacha bo'lgan dahshatli qamal davrida qadam qo'yamiz. Tashqarida o'rta asrlarning kichik muzlik davri hukmron. Sovuq shunchalik qattiqki, hatto daryolar tubigacha muzlagan. Qushlar uchayotgan joyida qotib qolmoqda. Qasr bu dabdabali uy emas. Bu ulkan harbiy baza, toshdan qurilgan fort va aynan qish faslida bu tosh inshoot o'z egalariga qarshi ishlaydigan ulkan muzlatkichga aylanadi. Biz bu yerda inson zoti qanday qilib omon qolgani, nima yegani, qanday kiyingani va doimiy zulmat hamda sovuq sharoitda qanday qilib aqldan ozmay yashaganini eng mayda detallarigacha ko'rib chiqamiz. Qasr ichiga qadam qo'yganingizda sizni birinchi bo'lib uradigan narsa bu havoning namligi va suyak-suyagingizdan o'tib ketadigan sovuqdir. Nima uchun qasrlar qishda shunchalik sovuq bo'lgan? Gap uning me'morchiligida. Qasr devorlarining qalinligi 3 metrdan 5 metrgacha bo'lgan. Bu toshlar yoz bo'yi salqinlikni saqlaydi, ammo kuzgi yomg'irlarda namlikni o'ziga shimib oladi. Dekabr oyiga kelib, bu bir necha tonnalik tosh bloklar ich-ichigacha muzlaydi. Endi ular tashqaridagi sovuqdan himoya qilmaydi. Aksincha, qasr ichiga tinimsiz ravishda sovuq va namlikni tarqatadi. O'sha davr xronikalarida yozilishicha, xonalardagi harorat +5 daraja gradus Selsiyadan oshmagan. Burchaklarda esa suv muzlab qolgan. Xo'sh, uni isitish mumkin emasmidi? Imkonsiz edi. 11-12 asrlarda kaminlar ham bo'lmagan. Olov to'g'ridan-to'g'ri bosh zalning o'rtasidagi tosh plitada yoqilgan. Tutun shift darchasidan chiqib ketish kerak edi, lekin qishki bo'ronda shamol tutunni ichkariga urardi. Tasavvur qiling. Siz sovuqdan titrayapsiz. Ko'zingiz esa achchiq is va tutundan yoshlanyapti. Nafas olib bo'lmaydi. Keyinchalik paydo bo'lgan devoriy kaminlarning esa foydali ish koeffitsiyenti atigi 10% edi. Issiqlikning hammasi mo'riga uchib ketardi. Kamin yoniga o'tirgan odamda g'alati holat kuzatilar edi. Uning yuzi olov haroratidan kuyib borardi, ammo beli va yelkalari muzlab qolardi. Chunki kamin olovni yoqish uchun qasrning barcha tirqishlaridan muzdek havo oqimi olov tomon yopirilib kirardi. Bunga qarshi qanday kurashishgan? Kastelyan buyrug'i bilan devorlarga ulkan jun gilamlar, gabelon va shpalerlar osilgan. Ular shunchaki chiroyli rasm emas, balki tosh devordan kelayotgan muz to'lqinni to'sadigan qalqon edi. Polga esa 1,5 metr qalinlikda quruq pichan va somon to'shalgan. Bu somon sovuq tosh poldan oyoqni himoya qilardi. Ammo vaqt o'tishi bilan namlikdan chirib, qasr itlarning axlatlari va to'kilgan pivo bilan aralashib, o'ziga xos yoqimsiz o'rta asr hidini taratardi. Derazalar haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. U paytda oyna yo'q edi. Derazalar shunchaki tor tirqishlar bo'lib, qishda ular eman taxtalar bilan yopib tashlanar, tirqishlari hayvon yog'i bilan suvalardi. Qasr ichida 24 soat davomida g'ira-shira qorong'ulik va qalin tutun is hukmron bo'lardi. Qish fasli o'rta asrlarning eng qattiq qonunini, iyerarxiya va tabaqalanishni vaqtincha buzib yuborardi. Chunki sovuq dushman qarshisida hamma teng edi.
Yozda hamma o'z ishi bilan band bo'lsa, qishda butun qasr ahli bitta yagona isitilgan xonaga, bosh zalga ko'chib o'tishga majbur bo'lardi. Bu yerda lord va uning rafiqasi, bolalari, qasr ruhoniysi, ritsarlar, oshpazlar, ot boqarlar va it boqarlar, kir yuvuvchilar jami 100-150 kishi birga yashardi. Ular faqat o'tirish tartibiga ko'ra ajralishardi. Zal to'ridagi baland platformada lord oilasi o'tirsa, pastda ritsarlar, eshik tagida to'g'ridan to'g'ri somon ustida esa xizmatkorlar o'tirishardi. Nima uchun hamma bir xonaga yig'ilgan? Javob oddiy: biologik issiqlik. Yuzlab odamlarning nafas olishi va tana harorati toz zalni isitishga yordam beradigan eng asosiy manba edi. Kechasi uxlash jarayoni esa o'ziga xos bir san'at asari edi. Lord va uning xonimi o'zlarining shaxsiy xonalaridagi maxsus karavotlarda uxlashgan. Bu karavotlarning tepasida va atrofida qalin baxmal matodan qurilgan chodir bo'lgan. Ular karavot atrofidagi matolarni mahkam yopib, o'zlariga kichik bir yopiq xona hosil qilishgan. Bu bir necha kub metrli joy inson nafasi bilan tezda isigan. Shuningdek, uning ko'rpasi ostiga kamin cho'g'i solingan, mis idishlar yoki qaynoq toshlar qo'yilgan. Xizmatkorlar va askarlar qator bo'lib bir-biriga yopishib 10 tadan bo'lib uxlashgan. Ular bitta qalin po'stinni ustilariga tortishgan. Ko'pincha bosh zalga kechasi barcha ov itlari, yirik tozilar va bo'ribosarlar qo'yib yuborilgan. Askarlar itlarni quchoqlab uxlashgan. O'sha davr iborasi bilan aytganda, bu kecha 3 ta itlik kecha bo'ldi deyilgan. Ya'ni havo shunchalik sovuqki, isinish uchun odamga kamida 3 ta itni quchoqlash kerak bo'lgan. Qishki qasrda hech kim kiyimini yechmagan. Uy kiyimi yoki yengil kiyim degan narsa mutlaqo bo'lmagan. Har bir inson ustida bir necha qatlam mato bo'lib, ularning umumiy og'irligi 10 kilogrammgacha yetgan. Keling, o'rta asr odamining qishki garderobini qatlam ko'rib chiqamiz. Birinchi qatlam kamiza. Bu zig'ir matodan tikilgan uzun ichki ko'ylak. U isitmaydi, lekin ustki jun kiyimlarning badanni qichishishdan asraydi. Ikkinchi qatlam shoslar. Bular shim emas, balki oyoqqa alohida kiyiladigan va belga bog'lanadigan qalin junpaypoq shimlar. Uchinchi qatlam kotta. Bu tizzagacha tushadigan qalin va og'ir jundan tikilgan ustki tunika. Va nihoyat 4-qatlam syurka. Bu mo'ynali plash yoki kiyim. Mo'yna qishda dabdaba emas, omon qolish qonunining bir quroli edi. Ammo mo'ynaning turi insonning ijtimoiy mavqeini aniq ko'rsatib turgan. Agar qasr lordi va uning xonimi qor suvsari va boshqa hayvonlarning nozik, yengil va issiq mo'ynalarga burkangan bo'lsa, oddiy askar va xizmatchilar qo'y terisidan tikilgan og'ir po'stin, bo'ri, tulki yoki quyon terilarini kiyishgan. Bu kiyimlar yomon oshlangani va qish bo'yi yuvilmagani sababli qasr ichida doim nam, it, echki yog'i va chirayotgan jun hidi anqib turgan. Oyoqlariga esa yumshoq charm etik kiyishgan, ammo uning ichiga quruq pichan tiqishgan isinish uchun. Lordlar esa xonimi bilan birga polda yurganda oyoqlari muzlamasligi uchun tagi 10 santimetrli yog'ochdan yasalgan maxsus shippak pattenlarni kiyib yurishgan. Qish kelishi bilan qasr tashqi dunyodan uzilib qoladi. Yo'llarni qor bosgan, muzlagan. Hech qanday savdogar yoki arava qasrga kela olmaydi. Endi butun qasr faqat kuzda tayyorlangan zaxiralar hisobiga yashashi kerak. Noyabr oyida qasrda ko'p hayvonlar so'yilgan. Chunki qishda sigir, cho'chqa va qo'ylarni boqish uchun pichan yetishmagan. Pichan faqat ritsarlarning jangovar otlariga zaxira qilingan. Shuning uchun barcha chorva mollari so'yilib, go'shti zaxiraga olingan. Go'sht bo'laklanib, ulkan eman bochkalarga qatlam qilib joylangan va ustidan tonnalab tuz sepilgan. Qish bo'yi yanvar, fevral oylarida
qasr ahli faqat shu sho'r go'shtni iste'mol qilgan. Qishki oshxonaning eng asosiy taomi potash edi. Bu ulkan qozonda soatlab qaynaydigan quyuq sho'rva bo'tqa. Uning ichiga quritilgan no'xat, loviya, yasmiq, piyoz, sarimsoq, qishki karam va o'sha sho'r go'sht tashlangan. Bu taom shunchalik quyuq bo'lganki, uni idishga solib, qotgan qora nonni botirib yeyishgan. Non ham haftalab turib qolganidan toshdek qotib ketgan edi. Uni sho'rvaga botirmasa, tiz sinishi hech gap emasdi. Yana bir muammo suv edi. Suv bochkalarda muzlab qolar. Quduq suvlari esa qishki loyqalar tufayli ichishga xavfli bo'lardi. Shuning uchun o'rta asr qasrida qishda hech kim suv ichmagan. Asosiy ichimlik pivo va vino edi. Lordlar Fransiyadan keltirilgan qimmatbaho vinolarni qaynatib, ichiga asal, dolchin va zanjabil solib, Gipokras deb ataladigan qaynoq ichimlik ichishgan. Xizmatkorlar va askarlar esa kuniga 4 litrgacha quyuq va to'yimli qishki pivo ichishgan. Hatto yosh bolalarga ham pivo berilgan. Chunki pivo qaynatib pishirilgani uchun u qasr sharoitidagi eng xavfsiz va toza ichimlik edi. Endi esa eng nozik va eng og'riqli mavzu gigiyena va sanitariya haqida gaplashamiz. Qishda qasrda hech kim cho'milmagan. Muzdek toshxonada yog'och tog'oraga suv solib cho'milish bu kafolatlangan zotiljam degani edi. O'sha davrda zotiljam o'lim hukmi hisoblangan. Odamlar qish bo'yi faqat yuz va qo'llarini sirka yoki gul suvi bilan artib turishgan. Kiyimlarning 4 oy davomida yuvilmasligi va odamlarning bir joyga to'planib uxlashi dahshatli oqibatlarga olib kelgan. Bit va burgalar epidemiyasi. Bitlar har bir odamda bo'lgan, hatto lord va uning xonimida ham. Bundan mustasno bo'lmagan ular ham. O'sha paytda aslzoda ayollar kiyim ostiga burga tutkish deb ataladigan kichik suyak qutichalar osib yurishgan. Uning ichiga qon surtilgan va latta qo'yilgan. Kiyim ichidagi burgalar odamni emas, shu qutichani tishlasin deb qilingan bu ishlar. Yana ayollar o'zlari bilan kichik kuchukchalarni olib yurishgan. Chunki itning tana harorati odamnikidan yuqoriroq bo'lgani uchun burgalar odamdan itga sakrab o'tgan. Hojatxona masalasi esa haqiqiy jismoniy azob edi. Qasr hojatxonalari garderoblar, devordan tashqariga chiqib turgan kichik tush furgonlar edi. Undagi teshik to'g'ridan to'g'ri pastga, qasr aylanmasidagi xandaqqa qaragan bo'lgan. Qishda shu teshikdan yuqoriga qarab muzdek bo'ron shamoli urib turardi. Hojatxonada 1 daqiqadan ortiq o'tirib bo'lmasdi. Pastdagi chiqindilar esa sovuqdan muzlab, ulkan va badbo'y muz minoralarni hosil qilgan. Buning ustiga ruhiy inqiroz qo'shilgan. Tasavvur qiling. Quyosh soat 15:30larda botadi. 16:00 da qasr darvozalari zanjirlanadi va ko'tarma ko'prik ko'tariladi. Shundan keyin hech kim ichkariga kira olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. Odamlar 16 soat davomida qorong'u, izgasiga to'la, badbo'y zalda bir xil 100 ta odam bilan birga qamalib o'tirishga majbur. Bu holat o'rta asr odamlarida og'ir depressiya, tajovuzkorlik va janjallarni keltirib chiqargan. Ular vaqtni o'tkazish uchun shaxmat, narda o'ynashgan. Pulli qimor ham o'ynashgan. Qasrga kelib qishlab qolgan sayoq mashshoqlar, ya'ni baxshlar oltinga teng bo'lgan. Ular olov atrofida soatlab qadimiy ritsarlarning jasoratlari haqida dostonlar aytib, odamlarni ruhiy aqldan ozishdan qutqarib qolgan. O'rta asr qasrdagi qishki hayot mana shunday g'amgin, sovuq va og'ir bo'lgan. Shuning uchun ham o'rta asr madaniyatida bahor kelishi, Pasxa bayrami juda ulkan shodiyona bilan nishonlangan. Mart oyida quyosh chiqib, tosh devorlaridagi muzlar eriy boshlaganda, qasr ahli uchun bu shunchaki fasl almashish emas, balki o'lim ustidan qozonilgan haqiqiy g'alaba edi. Kastelyan buyrug'i bilan poldagi barcha chirigan somon
tashqariga chiqarib yoqib yuborilgan, deraza tabaqalari ochilgan va tosh devorlar 4 oylik is va badbo'ylikdan tozalangan. Qasr yana bir qishki qamalni mardona yengib o'tgan edi.